Hammaga assalomu alaykum. Men hozir sizlarga VFS Globaldan Finlandiyani 90 kunlik mavsumiy ishga qanday qilib joy olishligini ko'rsatib ketaman. Chrome yoki Google ga kirib VFS Global Finland Tashkent deb yozib olamiz va u yerda o'zini ofitsial sayti chiqadi. VFS Globalda u yerda o'zingiz perevod qilsangiz ham bo'ladi, o'zbek tilida, ingliz tilini bilsangiz ingliz tilida tekshirib oling. O'zbekiston, Finlandiyani mana shunaqa bayroqlar turishi kerak va pastda записаться сейчас bor. O'sha tugmachani bosasiz. Bosganingizdan keyin ikkinchi oyna ochiladi. U yerda u меня нет account degan pastda mana turibdi. Yangi bo'lsangiz o'sha yerdan ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Menda hamma narsa borligi uchun men to'g'ridan-to'g'ri kirib ketyapman. Ro'yxatdan o'tib qo'yganman. Активный запись сейчас. Agar joy olsangiz mana shu yerda ko'rsatib turadi. Записаться сейчас прием deb bosasiz. U yerdan kirib work ish degan joyni tanlab olasiz va sizga pastda mavsumiy ish deb yozadi inglizchalab va qaysi kunga joy borligini ko'rsatib turadi. Mana martda 11da joy bor ekan. Продолжать bosganingizdan keyin siz u yerga o'zingizda shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda birinchida ismingiz, ikkinchida familiyangiz, uchinchida qayerda fuqaroligi o'shani yozasiz. To'rtinchida pasportingizda FA bor-ku, seriya raqamini yozasiz. Beshinchida muddatini yozasiz. Qaysi yilgacha amal qiladi. Undan keyin telefon raqamingiz va pastga elektron pochta yozib, saqlanib tugmasini bosasiz. Undan keyin продолжить tugmasini bosasiz. Bosganingizdan keyin bir martalik kod deydi. Boshida aytib ketganimday, ro'yxatdan o'tib kirganingizdan keyin o'sha elektron pochtangizga 6 talik raqam keladi. O'sha kelgandan keyin mana shu yerga yozib ketishingiz kerak. Men bu joyda olganim yo'q. Faqat boshqa video qo'yib ketdim. Nima uchun? Men o'zim ham video qilyapman, lekin joyda olmayapman. Chunki behudaga joy olib tashlasangiz, bir-birimizga ziyon qilgan bo'lamiz. Ish beruvchi bilan gaplashib, qachon hujjatlari kelishini taxminan aytgandan keyin joy olishga harakat qilsangiz yaxshi. Olib qo'ysangiz, mana kod keldi. O'sha kodni yozganingizdan keyin отправить bosasiz va подтверждение bo'ladi. Продолжать bosasiz. Va sizga bu yerda qaysi kunga joy ochiqligini ko'rsatadi. Mana martda 11da joy bor ekan. Va aprelda 3-sanasiga joy bor ekan. Men taxminan fevralda joy yo'q ekan. Taxminan 11-sanaga joy olaman deb qilyapman. Va pastda qaysi soatlarga joy borligi bor. O'zingizga ma'qul kelganini bosib olib, продолжать bosasiz. Uslugalar degan joyda shtimani qo'shishingiz shart emas. Odatda men shunday qilaman. Продолжать tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerda ko'rsatadi. O'zbekiston, Finlandiya ishga deb mana qaysi son kirishimiz hamma narsa turadi. Pastda 3 ta joyga galochka qo'yib chiqamiz. Продолжать tugmasini bosganingizdan keyin o'zi avtomatik ravishda sizda elektron pochtangizga joyingiz yuboriladi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqtirma tugmasini esdan chiqarishni unutmang. Izohlarda sizga nima tema yana qiziq bo'layotganligini yozib ketsangiz, shu videolarni tayyorlashga harakat qilaman. Faqat iltimos joyda olib tashlamang, chunki joyda keyin adminit qilib bo'lmaydi.